Bugun hurmatli prezidentimiz tomonidan Navoiy viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha katta tarixiy yig'ilish bo'ldi. Shu o'rinda G'azg'on shahrida ham 2026-yilda investitsiya sohasida, eksport sohasida, qolaversa xizmatlar sohasida, driver loyihalar yo'nalishida, turizm yo'nalishida bir qancha vazifalar belgilab berildi. Bulardan birgina misol 2025-yilda xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish 62,5 million dollar bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda 100 million dollarga yetkazishni belgilab berdilar hamda bu bo'yicha barcha imkoniyatlar yetarli. Qolaversa mana Xitoy Xalq Respublikasidan xorijiy investorlarimizni olib kelib, klaster usulida marmar hamda granit toshlarini qayta ishlashni loyihasini yo'lga qo'yganmiz. Bunaqa loyihalardan 2026-yilda o'zida ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Eksport hajmi 2025 ga nisbatan 2 barobarga oshirishni reja qilib oldik o'zimizga. Qolaversa turizm yo'nalishi bo'yicha Shohimardon ziyoratgohini qayta rekonstruksiya qilish ishlarini davom ettirish ikkinchi bosqichini hamda xorijiy hamda mahalliy turistlarni shu yoqqa jalb qilishni reja qilib olganmiz.